Demek, xolos qilsak bu yerda inson degan qisqagina bir vaqt. Inson degan nima deb so'rasa birisi, o ikki putliq, mang'alaydigan, eng aqlli, yo unda emas, inson degan bir vaqt. Inson degan ma'lum muddat kichik bir soat, kichikgina bir soat, kichikgina bir minut, kichikgina bir oy, kichikgina bir kun, ozgina bir kun. Tugaydi uning ishi shuni bilan. Shuningdek İmam Şafii rahimahulloh mushu oyatga ishorat qilib turib, agar insonlar, kishilar mushu oyatning ma'nosini haqiqiy bilsa, mushu oyat yetdi insonga. Yetarlikdi. Chunki inson ziyon tortadi. Masalan deyli, mening bir qapoq suyim bor, men ichadigan. Musu olmasa men o'laman. Ammo suyimdan bir dona tushkechlik qilib qapoqni suv qachisidin. Üzlüksiz tushiyotdi, suv azlayotdi. Bu odam qanday odam bo'ladi? Hozir tugishayotgan, chunki suvi eqib ketib boradi. Darhol buni aytish kerak. Inson demakning o'zi bir suvga o'xshash, shu qachidagi suvga o'xshash bir vaqt. Vaqtni asla to'xtatib olmaydi. O'zini to'ngiltib boqqan odamni deb angldik, masalan, bir vaqtlarda. Necha 10 yildan keyin o'zini irtib o'g'inamış degani. Ya u bekor ish. Insonning o'zi bir vaqt. U vaqtni asla tutqul olmaydi, to'xtatib olmaydi. Tugigan vaqtning o'zi insonga nisbatan bir ziyon. Unda bu vaqtni, bu qisqa vaqtni unumli shaklda foydalanadigan odam bu ziyondan mustasno odam agar unday qilmay o'zining vaqtini ketganlar qo'ysa, u ziyon tortadi. Xuddi bir poyezdga chiqib qolgan odamga o'xshaymiz. Poyezdning eng oxirgi bekiti bir hang, poyezd hangga chiqib ketadi. Biz shu poyezdagi odamga o'xshash. Oldimizda necha soat, necha minut, necha kun, necha oy vaqtlarimiz bo'lishi mumkin. Ammo hang uchadiganligimiz aniq. Aqlli odam qanday qiladi? Amal qilib poyezdni to'xtatadi yo poyezdni sakraydi. Mana shunga o'xshashlar masala. Inson tugayotdi. Inson degan bir vaqt, inson degan zamon. Shunga Alloh subhanahu va taolo va asr deb turib, inson tugayotdi deydi. Innal insona lafi xusr taqatdi. Onun uchun men bizning temaga munosabatlik tarafi nima degan vaqtda inson o'zining qisqagina vaqt ichida, mush umri ichida, mush hayot ichida boshqalarga xizmat qilish, boshqalarga berish degan nuqul bir odamning isodiga qaratilmaydi. O'zining bilimidan berish, ma'lumotidan berish bayatdan degandek. O'zining jamiyatdagi o'rnidan boshqalarga berish degan xizmat qilish ya'ni. O'ziga berilgan butun imkoniyatlar bilan boshqalarga xizmat qilish biz bugungi darsda, bugungi suhbatda asosliq ifodalamay o'tirib chiqmoqchi bo'lgan sexiylik, mardlik degan bu.